Milliy sertifikat darajasidagi qiziqarli savolni ko'rib chiqamiz. 5 burchagimiz berilgan. 5 burchagimizning burchaklari 1,8, 1,8 va 96 va mana bu to'rtala tomoni teng. A va E burchagimizni toping deyilgan savol. Xo'sh, qanaqa qilib ishlaymiz? Xo'sh, demak biz C dan E ga diagonal o'tkazamiz. Xo'sh, demak o'tkazadigan bo'lsak, bu burchagimiz 1,8 gradus, bizda qoldi 72 gradus, bu burchagimiz 36 bo'ladi va mana bu burchagimiz ham 36 bo'lar ekan. Ana endi biz bunisi diagonalni o'tkazamiz. Mana bunaqasiga, ya'ni B dan D ga diagonal o'tkazamiz. Bu 1,8 gradus, mana bu burchagimiz 36 gradus bo'ladi, mana bu burchagimiz ham 36 gradus bo'ladi. Bu 36 gradus va demak bu 96 bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchagimiz bizda 60 gradus bo'ladi. Xo'sh, demak bu 36 gradus, bu 36 gradus, 36 gradus, demak 1,8 gradus, demak mana burchagimizni topadigan bo'lsak, bu burchagimiz 72 gradus bo'lar ekan. Xo'sh, 36 gradus, 72 gradus, uch burchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusligidan bu ham 72 gradus bo'lar ekan. Va mana shu yerda teng yonli uch burchak hosil bo'lar ekan. Xo'sh, ana endi yana davom etamiz. Xo'sh, bu 36 gradus, bu 1,8 gradus, ayiradigan bo'lsak, bunisi 72 gradus bo'lar ekan. 36 72 1,8, mana burchagimiz ham 72 gradus bo'lar ekan va mana bu 72 72ligidan bu yerda ham teng yonli uch burchak hosil bo'lar ekan. Ana endi biz mana bu o'rtadan bitta chiziq o'tkazadigan bo'lsak, xo'sh, demak necha gradus bo'ladi? Bu teng yonliligidan bu 60 gradus bo'lsa, demak bizda 120 gradus qoldi. Bu burchagimiz ham 60 gradus, mana bu burchagimiz ham 60 gradus bo'ladi. Muntazam uch burchak bo'ladi va bu tomon ham teng bo'ladi. Ana endi xo'sh, demak bizda o'zi aslida bu 72 gradus bo'lsa, mana burchagimiz to'liq 1,8 gradus bo'lishi kerak. 60 gradus, 60 gradus, demak 1,8 gradusdan 60 gradusni ayiradigan bo'lsak, bu 48 gradus bo'ladi. Demak 1,80 dan 48 ni ayiradigan bo'lsak, 132 bo'ladi. 132 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 66 bo'ladi. Bu burchagimiz 66 bo'ladi. Bundan kelib chiqadi. Demak burchak A'miz 126 ga teng bo'lar ekan, burchak Y'miz teng bo'lar ekan 102 gradusga teng bo'lar ekan. Mana shunaqangi qiziqarli misollarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Bizga obuna bo'lish sizga zarar qilmaydi, ammo foydali bo'lishi mumkin.